Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Boshlar Zarar bo'lib qolibdi, uyimiz bor edi. Shuni qo'yib pulmoqchi edik. Unga murojaat qildik, bunga murojaat qildik. Keyin bitta ukamiz mana shu ipoteka xizmati bor dedi, shaqa keldik. Sizlar bilan bir qator kirib, oz tanishib chiqamiz. Manzilini bilib ko'ringlar. Faizdan 5-maktab tarafga yurganda Lavita gastinsasini oldida. Bitta ichkariga kiramiz, yuring. Savollarimizni beramiz, javobini olamiz. Kelavering uka. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ishlayapsizlarmi qizlar? Charchamayapsizlarmi? Qalaysiz uka? Yaxshimisiz uka? Ishlayapsizmi? Siz uymisiz uka? Rahmat aka. Keling aka qizlar. Uka bizga pul zariladi. Joyim, uy kvartira bor edi. Uyni qo'yishimiz kerak edi, unga uchradik, bunga uchradik. Xullas mana shu yerda adresini berishdi. Ashaka keldik uka. Yaxshi aka, siz uyingiz qayerda joylashgan? Xo'p, masjidga yetmasdan 10 qo'lda Dom, hovli joyimiz bor. pul olmoqchisiz. Pul olmoqchimiz. Bir 40 mingcha pul kerak. 40 ming. 40 ming pul kerak. Shuni bir qator tushuntirib bersangiz. Xo'p, endi ixtiyoringizda so'mli tartibimiz bor, valyutli tartibimiz bor. So'mli tartibimizda oladigan bo'lsangiz 14% dan olasiz. 1 yilga $790 qo'shib berasiz. 1 yilga shartnoma qilsangiz $10,000 ga. Xo'p. Endi so'mli variantimiz bor. So'mli variantimizda 300 milliongacha olasiz. Ish bitishi osonroq bo'ladi. Sizga o'sha variantni ham taklif qilaman. Sababi bu valyutlidan ko'ra jarayoni tezroq bitadi. 28% dan u degani 100 million olsangiz 1 yilda 14,800,000 qo'shib berasiz degani. Yaxshi. Uyimni qanday baholab berasiz hozir? Mana o'zim ko'chadagi joyimiz o'zi $80,000 turadi. Bizga 40 ming kerak. Bo'ldi, uni imkoni bor. Birinchi navbatda hujjatlaringizni o'rganamiz. Yaxshi. Kamchiliklarini o'rganib, kamchiligi bo'lmasa bankka topshiramiz. Bugun o'rganishga borishadi. Hujjatlaringizni taqdim qilsangiz, biz sizga bugun kechgacha xulosalar aytib turib, imkoni bo'lsa ertaga bankka zaявка kiritamiz va ish jarayonini boshlayveramiz. Yaxshi. Sizlarda avtokreditlar ham bormi uka? Avtokredit, uy-joy, uy sotib olmoqchi, masalan. Zarillarga bemalol qo'yilaverar ekanda. Garovga ham qo'yib olib beraveramiz. Yaxshi. Noturar tashkilotlar, savdogarlarga ham olib beraveramiz. Undan tashqari, agar uy sotib olmoqchi bo'lsa, boshiga bir 30% puli bo'lsa, $100,000 pul uy olyapti masalan, $30,000 pul bo'lishi kerak. 70,000 kredit ajrataveradi. Faqat uyni holati tortish kerak. Katta pullarga avvalo oluvchilar ham o'rganiladi. Yaxshi. Hurmatli podpischilar, pastda nomer qoldiraman. Kimga pul zarar bo'lib, mashinalaringmi, uylaring bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Ipoteka xizmati ekan, uka nomerlarini qo'yib qo'yaman. Odamlar nima qilishaveradi? Bo'ldi, Murojaat aka, qilishaveradi. hujjatlarni olib Dokumentlarimni beraman, uka sizga Masala bo'lmasa. yo'q. Davay uka. Xo'p bo'ladi aka. Xo'p.